Assalomu alaykum hammaga. Bugun HSK2 ni eng oxirgi darsi bo'ladi. 15-darsi 4-qismi. Xudo xolasa shu bilan HSK2 ni tugatamiz. Bugungi birinchi yangi so'zimiz bu in. In ma'nosi bulutli degani. Bunga qarama-qarshi ching bo'ladi. Ching bu quyosh degani. Quyoshli, quyosh emas, quyoshli. In bulutli, ching quyoshli. In tian bo'lsa bulutli kun. Ching tian bo'lsa bu quyoshli kun bo'ladi. In cloudy ya'ni bulutli. Ching quyosh, quyoshli. In tian, ching tian. Tian yinli ya'ni kun bulutli bo'ldi. Tian chingli kun yorishdi, kun quyoshli bo'ldi degani. Keyingi so'zimiz, buni biz o'tganmiz oldin. Man ma'nosi sekin degani. Bunga qarama-qarshi bu quay bo'ladi. Quay bu tez. Bugun biz boshqacharoq o'tamiz manni. Misol uchun qarang, birinchi misollarni sizga tushuntiraman. Manzo buni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsangiz bu sekin bor degani. Nin manzo siz sekin boring. Mandiar sekinroq. Ni lushang mandiar, lushang degani yo'lda degani. Lu o'zi yo'l, lushang bo'lsa yo'l ustida bo'ladi, shunda yo'lda degan ma'noni beradi. Ni lushang mandiar buni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsangiz sekinroq yur, ozgina sekinroq bo'l degani. Lekin bu yoqdagi manda ma'nosi bu is used just to show concerns, not really means the speakers want others to walk slowly. Buni ma'nosi ya'ni o'sha so'zlovchi odam to'g'risidagi o'sha eshituvchini sekinroq yurishini emas, sekinroq yurishini buyurmayapti, aksincha ehtiyot bo'l degani. Misol uchun manzo yoki nin manzo bo'lsa yaxshi yetib ol degan ma'noni beradi. Yaxshi yetib oling, ehtiyot bo'ling degan ma'noda. Mandiar ni lushang mandiar yo'lda ehtiyot bo'l. Biz kimdir kuzatsak, o'zimiz ham o'zbek tilida aytamiz, yaxshi yetib oling yoki ehtiyot bo'lib borgin deyiladi-yu. Xuddi shu narsa. Bu narsa xayrlashayotganda ishlatiladi. Yoki do'konga kirsangiz, biron bir joydan bir narsa xarid qilsangiz ham o'sha sotuvchisi yoki o'sha joy egasi manzo yoki manzo deyishi mumkin, yoki mandiar deyishi mumkin. Xullas, buni ma'nosi sekinroq yur degani emas. To'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmaydi bunaqa vaziyatda. Buni ma'nosi o'sha so'zlovchi eshituvchiga yaxshi yetib borishi, ehtiyot bo'lib borishi tilaydi. Ma'nosi shu. Ya'ni yaxshi yetib oling degan ma'noda. Hozir audio eshitamiz. Audio eshitgandan keyin ikkita savolga javob berasiz. Senzai tianqi zamayang? Hozir havo qanday? Nandi zama hui chu? Erkak qanday qaytib ketdi? Ya'ni qanday ketdi? Hui chu degani ortga qaytish. Zama hui chu bo'lsa qanday qaytib ketdi? 在咖啡馆门口。Text 4. Outside a coffee house. 天阴了，我要回去了。好的，快要下雨了，你路上慢点儿。没关系，我坐公共汽车。好的，再见。 New word. Audioni eshitdik. Ikkita savollarga javob berasiz o'zingiz. Agar tushunmagan bo'lsangiz, yana qaytadan qo'yib eshitib ko'rsangiz bo'ladi. Men javoblarni beraman. Senzai tianqi zamayang? Hozir havo qanday? Tianyinli ya'ni kun bulutli bo'ldi. Kuay yao xia yuli yomg'ir yog'moqchi. Bu o'tgan darsdan grammatikasi, ya'ni kuay turibdi. Bu kutilayotgan narsa haqida gapirganingizda kuay yoki tyu shu so'zlarni ishlatasiz. Nandi zama hui chu? Erkak qanday qaytib ketdi orqasiga? Ta zuo gong chi chi hui chu? U avtobus orqali orqaga qaytib ketdi. Hop, tekst variantini ko'ramiz. Tianyinli yo hui chu. Havo bulutli bo'ldi, kun bulutli bo'ldi. Men ortimga qaytishim kerak. Hozir kuay yao xia yuli. Xo'p, hozir yomg'ir yog'voradi. Tez orada yomg'ir yog'adi. Ni lushang mandiar, sen yo'lda ehtiyot bo'l. Meguansi, hech qisi yo'q. Wo zuo gong chi chi, men avtobusga o'tiraman. Hozir zaijian. Xo'p, yana ko'rishguncha yoki xayr.
piyinsiz holati 天阴了，我要回去了。好的，快下雨了，你路上慢点儿。没关系，我坐公共汽车。好的，再见。Hozirgi tekstdan kelib chiqib, mana bu gaplar to'g'ri, noto'g'ri qilib chiqasiz. To'g'ri bo'lsa true, noto'g'ri bo'lsa false, ya'ni t bilan f qo'yib chiqasiz. Videoni pauza qilib o'zingiz bajarasiz. Men hozir to'g'ri javoblarni beraman. 现在下雨。现在在下雨. Hozir yomg'ir yog'ayapti degan ma'noni beradi bu. O'shaning uchun bu noto'g'ri false bo'ladi. 比在回去的路上. Bi degani shunda bi bu ayol kishi bo'lyapti boyagi. Yaxshi yetib oldi degan odam. Noto'g'ri bo'ladi. Qaytanga a, ya'ni erkak kishi ketyapti. O'shaning uchun bu ham noto'g'ri. A 打算坐公共汽车. A'dagi odam avtobus orqali ketishni rejalashtiryapti. Bu yerga to'g'ri deb beribdi. Shunda A bizada o'sha erkak kishi bo'lyapti. To'g'ri. Hozir yana audio eshitasiz. Haftasi 2 martadan qo'yiladi. Audio eshitib, o'sha eshitganingizda audioni o'zida savol bo'ladi va savollarga mana bu variantlardan topib javoblarni belgilaysiz. Haftasi 2 martadan eshitiladi. Diqqatli eshitib belgilab chiqasiz. Hozir audioni qo'yib beraman. Dialogue will be played twice. 1. 都7点半了，你怎么还不回家？我在想晚饭吃什么呢？问，女的为什么还没回家？1. 都7点半了，你怎么还不回家？我在想晚饭吃什么呢？问，女的为什么还没回家？2. 快要下雪了，我觉得今天比昨天更冷了。你多穿点衣服。问，今天天气怎么样？2. 快要下雪了，我觉得今天比昨天更冷了。你多穿点衣服。问，今天天气怎么样？3. 都等半个小时了，公共汽车怎么还不来？现在是下班时间，路上车多，再等一会儿吧。问，公共汽车来了没有？3. 都等半个小时了，公共汽车怎么还不来？现在是下班时间，路上车多，再等一会儿吧。问，公共汽车来了没有 ？Now let's. Audioni eshitdik. Hozir bir chekkadan tekshirib chiqamiz. Variantlarni belgilab chiqqan bo'lishingiz kerak. Agar belgilolmagan bo'lsangiz, yana qaytadan eshitib, o'zingiz belgilab chiqing. Javoblarni beraman. Birinchisi B bo'lgan. 他不知道晚上吃什么. U kechki ovqatga nima yeyishni bilmaydi. Hop, biz eshitgan audioni tekst variantini ko'ramiz. 都7点半了，你怎么还不回家? Allaqachon soat 7:30 bo'ldi. Sen nega hali ham uyga qaytmading? 我在想晚饭吃什么呢? Men hozir kechki ovqatga nima yeyishni o'ylayapman. 女的为什么还没回家? Ayol nega uyiga qaytmadi? Bu savol bu. 他还没下班. U hali ishi tugamadi. Bu noto'g'ri. 他在等人. U odam kutyapti, kimdir kutyapti. Bu ham noto'g'ri. O'shaning uchun B varianti qabul qilamiz. Ya'ni 他不知道晚上吃什么. U kechki ovqatga nima yeyishni bilmayapti degan.
Keyingisi bu tayhao unchalik yaxshi emas degan javob to'g'ri. Nimagaligini hozir tekshirib chiqamiz. Kuay yao xiao shui le. Tez orada qor yog'adi yoki qor yog'moqchi. Wo jue de jin tian bi zou tian geng leng le. Meni o'ylashimcha, jue de o'ylamoq, his qilmoq. Wo jue de meni o'ylashimcha jin tian bi zou tian bugun kechagidan geng leng le sovuqroq. Ni duo chuan diar yifu sen qalinroq kiyin, ko'proq kiyim kiy. Jin tian tianji zimayang. Bugun havo qanday? Xia shui le deb beryapti B varianti, ya'ni bu degani o'sha qor yog'di degani. Bizda hali qor yog'gani yo'q, shuning uchun bu ham noto'g'ri. Xia yu le yomg'ir haqida umuman gap ketmadi. O'shaning uchun bu tayhaoni olasiz, ya'ni tianji bu tayhao. Havo unchalik yaxshi emas. Keyingisiga haimei lai, ya'ni B varianti to'g'ri deb olgan. Do deng bang ge xiao shi le, gong gong qi chi zima hai bu lai. Allaqachon yarim soatdan beri kutyapmiz. Avtobus nega hali ham kelmadi? Gong gong qi chi degani bu avtobus. Zima nega hai bu lai hali ham kelmadi. 现在是下班时间，路上车多，再等一会儿吧。现在是下班时间, hozir ishdan qaytish vaqti. 下班 degani ish tugash. 下班时间 ish tugash vaqti. 路上车多, yo'lda mashinalar juda ham ko'p. 再等一会儿吧, yana biroz kutaylik. 公共汽车来了没有? 公共汽车 keldimi yo'qmi? Ya'ni avtobus keldimi yo'qmi? Savol. Hay, melay, hali kelmadi. Layla deya olmaysiz. Layla bo'lsa keldi deb bo'ladi. Bu juda bilmayman deb olmaysiz, chunki bu yoqda hali kelmadi degan gap turibdi. Ya'ni gong gong chi chi zima hay bu lay, nega hali ham kelmadi. O'shaning uchun B varianti. Xo'p, shunda javoblarimiz B, A va B bo'ldi. Bugun o'tgan narsa, bugun sizlarga berilgan muhim narsa, kim bilandir xayrlashayotganda qanaqa u bilan xayrlashishni o'rgandik. Ya'ni kuay yao xiao yu le yomg'ir yog'adi. Ni lu shang man diar, sen yo'lda ehtiyot bo'l. Ya'ni do'stingiz bilan kimlardir xayrlashayotganda zaijian man man zo deyishingiz mumkin yoki ni lu shang man diar, yo'lda ehtiyot bo'ling degan. O'sha do'konlarga kirsangiz, ko'pincha sotuvchilar shunaqasiga kuzatib boradi. Man man zo deydi yoki man diar deydi yoki da ni lu shang man diar. Xullas, bundan buyog'iga agar man diar yoki man manzoni ko'rsangiz, sekinroq yur, sekin yur degan ma'noda tushunmaysiz. Buni ma'nosi ehtiyot bo'lib bor, ehtiyot bo'lib ket degan ma'noda. Shu joyda bugun HSK 2 to'liq tugadi. Xudo xolisa hamma darslari to'liq o'tildi. O'ylaymanki HSK 2 da menimcha sizlarda hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. HSK 2 ham bu hozirgi kitob bo'yicha 300 ta so'z degani. Ya'ni HSK 1 da 150 ta so'z o'rgangan bo'lsangiz, HSK 2 da yana 150 ta. Umumiy hisobda siz o'sha Xitoy tilida 300 ta so'z bilasiz degani. HSK 2 darajasida siz bemalol ko'chada qatga ketmoqchi bo'lsangiz, yo'l so'rashingiz mumkin. O'zingizni qaysidir ma'noda tanishtira olishingiz mumkin. Kimligingiz, qayerdan kelganingiz, yoshingiz, yoqtirgan, yaxshi ko'rgan narsalaringiz. Do'konga kirganda bu narsa ola olasiz, narxlarni so'ra olasiz bemalol. Ya'ni kundalik hayotdagi oddiy so'zlashuvlarni HSK 2 darajasida amallasa bo'ladi. Buning uchun faqat ko'proq praktika kerak, ya'ni tilni ko'proq ishlatish kerak, ko'proq gapirish kerak. Darsda tushunmagan joyinglar bo'lsa, kommentariyada so'rasanglar javob beraman. Xudo xolisa HSK 2 tugadi. HSK 3 ni tezroq chiqarishga harakat qilaman. Rahmat hammaga. Ukam, o'qish kerak. Birov o'qib olim bo'larmiding deganda, ha, bo'laman deyishga kuch topinglar. To'g'risi. To'g'ri tushunaman. Kimdir hayotda hamma imkoniyatlardan foydalanib o'qiydi, kimdir esa hech narsaga qaramasdan ilm o'rganishga majbur. Bu hayot. Lekin o'qish baribir kerak. Birov sizni bilimingizni ikkita paypoqqa baholadimi, e'tibor bermang. Kiyib olingda yo'lingizni davom etavering. Chunki tillarning qadrini temirchidan so'rab bo'lmaydi. Shuning uchun singillarim, ukalarim, bitta narsani unutmang, siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Ba'zan buni isbotlashga to'g'ri kelsa ham. Avfmi? Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.